Odam va Havvoga berilgan bu tinchlik iblisning nafratini yanada oshirdi. U o'ziga berilgan buyruqlarni rad etgan edi. Kibri tufayli haqiqatlar ko'ziga ko'rinmasdi. Oxir-oqibat u insonlarning bunday ne'matlar ichida yashashini ko'ra olmasdi. Iblis qanchalik urinmasin, jannatga kira olmadi. Jannat atrofida tinmay aylanar, lekin farishtalarning nurli yo'liga qadam bosa olmasdi. Shunday bo'lsa-da, taslim bo'lmadi. Endi uning birgina maqsadi bor edi. Bu yangi mavjudotni jannatdan haydatish va uni Alloh ato etgan yuksak martabadan mahrum qilish. Ey odam, albatta bu senga va juftingga dushmandir. Yana u ikkovingizni jannatdan chiqarib badbaxt bo'lib qolmagan. So'ngra past ovozda iblis pichirlab vasvasa qilib dedi: Ey odam, men senga abadiyat daraxtini va bitmas tuganmas saltanatni ko'rsataymi? Albatta men sizlarga nasihat qiluvchilardanman. O'sha ta'sirli lahza keldi. Shaytonning vasvasasi Odam alayhissalom va Havvo onamizni yo'ldan adashtirdi. O'sha taqiqlangan daraxtga yaqinlashib, mevasidan yedilar. Shunda Robbilari ularga nido qilib dedi: Sizlarni ana shu daraxtdan qaytargan emasmidim va albatta shayton ikkovingizga ochiq-oydin ochiq dushmandir demaganmidim? Chegara belgilangan va ogohlantirish aniq edi. Shunga qaramay aldanib qolishdi. Chunki insonlar mukammal emas, farishta emaslar. Odamzod nuqsonli, zaifdir, lekin eng katta kuchi aynan mana shu zaiflik ichida yashiringan. Odam alayhissalom va Havvo onamizni tuzoqqa tushirgan o'sha shayton hozir sizni tushkunlik qa'riga tortishga urinmoqda. Ammo Odam alayhissalom va Havvo onamiz hayoti bizga dushman tuzog'iga tushib qolsak ham qayta qaddimizni ko'tara olishimizni o'rgatadi. Chunki inson sifatida haqiqatni bilsak-da, baribir aldanib xato qilishimiz mumkin. Demak, xato qilish inson bo'lishning bir qismidir. Inson bo'lish ba'zan qoqilish va unutish demakdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki, agar gunoh qilmasangizlar, Alloh sizlarni yo'q qilib o'rningizga gunoh qilib so'ngra Allohga istig'for aytadigan, u zotning o'zi ularni mag'firat qiladigan bir qavmni keltirgan bo'lur edi. Ikkovlari: Robbimiz, o'zimizga zulm qildik. Agar bizni mag'firat qilmasang va bizga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'rganlardan bo'lamiz. Va Robbimiz aytdi: Ba'zingizga